Nimaga bu retseptni oldinroq bilmaganman? Hozir sizlarga atigi 161 ming so'mga Istanbul bilan birga bir chiqadigan cheescake'ni tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Bizga Eron cheese kremi, pure milki, sifatli qaymog'i, 6 dona tuxum, shakar, kraxmal kerak bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda mahsulotlarni birin-ketin blender qilib olamiz. E'tiborli bo'lamiz. Ularni bir donadan solib blender qilinadi. Ekranlaringizda ko'rsatilgandek massa hosil bo'lgandan keyin pure milki sifatli qaymoqlaridan qo'shib olamiz. Barcha mahsulotlarni grammlarini opisaniga yozib qoldiraman. Qaymoqdan keyin ehtiyotkorlik bilan jo'xori kraxmalimizni qo'shib olamiz. Barcha massani yaxshilab blenderlab olamiz va shunaqa ko'rinishga kelgandan keyin 20 diametrli qolipimizni tayyorlab olib, massamizni quyamiz va shunaqa qimirlatib qo'yishimiz shart. Va 220 gradusli qizib turgan duxovkamizga 40 minutga yuboramiz. O'sha Istanbuldagi mashhur San Sebastian tayyor. Restoranlarda bir bo'ligi 85 mingdan sotilayotgan San Sebastianimizni endi uy sharoitida atigi 161 ming so'mga tayyorlab, yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni xursand qilishingiz mumkin. Bu videoni o'zingizga saqlab oling va yaqin do'koningizga yuborib qo'ying. Obuna bo'ling.